Bugun Toshkent Chinozdan gapiramiz. Inshaalloh skameykalarimiz yetib kelgan. Bu yerda stanovka qilib, chiroyli qilib beribdi. Koronasi xatek holatda bo'lgan, shunaqa nosurilgan xolos. Ko'rib turganingizda chiroyli qilib zagotovkalarni yig'ishtirib olganmiz. Bag'da hamma yoqlarida stanovka qilish jarayonidamiz. Uzunlar tayyor bo'lgan. Uzunligi 2 metr 10 kishilik bo'lib o'tadi. Bag'da betex svetda bo'lgan. Mana to'q ishlatganmiz. Ochiq sviti bo'lgan, hamma yoqlar svarkalar ham chiroyli nihoyatda bo'lgan. Ko'rib turganingizda hamma yoqlar gayka bolt. Shunaqa sifatli, konkretchilik rabusi, skameyka brend aloqaga chiqarasizlar, sizlarga ham chiroyli qilib beramiz. Hamma yoqlari ko'rib turganingizda aynan atrofdan svarkalar bo'lgan. Katta assortimentda olib kelganmiz. Bu 25 komplekt. Bag'da yig'ib beradigan bo'lganda shartnomada bag'da yig'ib beribdi. Agarda shunaqa katta ob'yem bo'lsa, zakazini qabul qilamiz. Atkajotini bo'lib, inshaalloh yig'ib ham beraveramiz. Xonlarimiz bag'da. Xonamiz 75 ga 1.98 bo'ladi. Salkam 2 metr. Mana xonlarimiz bo'lib o'tadi. Tepalar ham shunaqa falgada o'ralgan chiroyli qilib yetkazamiz. Hamma yoqlarga noshkalar qoqilgan mana. Purchatka, kafillarni shilib tashlamaslikka. Ba'zilarnikini 2 ta o'rta oyoq qilganmiz, qolganlar hammasi bitta o'rta oyoq bo'lgan. Shunaqa sifatli, yaxshilik beramiz. Albatta bizga aloqaga chiqarasizlar. Shu askarlar bilan shinani puxta chiroyli qilib beramiz. Murojaat uchun 94 461 55 53. Hozir yig'ilgan holatlarni ko'rsatib o'taman. Bunisi yig'ilgan holat, komplekt holat. Ko'rib turganingizda nihoyatda chiroyli chiqqan. Xonamiz ham shu bo'lib o'tadi. Yig'ilgan holat, komplekt holat ham shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Uzunligi 2 metr 10 kishiligi, bag'dagi ham 10 kishiligi, bu o'rta oyog'i ikkitadan bo'lgan, bunda bittadan bo'lgan. Shunaqa eng konkret ishlar kerak bo'lsa, sifatli ishlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqarasizlar. Bag'da kachaylarimiz ham bor. Yog'ochli suvrilar va temirli suvrilar ham bor. Hammasini ishlab chiqazamiz. Optim narxda chiroyli qilib beraveramiz. Bizga aloqaga chiqarasizlar. Murojaat uchun yana eslatma 94 461 55 53.